Assalomu alaykum hammalarga. Mana keyingi zakasimizni olib keldik. Bu ham yog'och figurali fasonda. Hozir sal ayvon qorong'i bo'lgani uchun qoraloq chiqyapti. Bu o'zimizni Sharxonga Dilshod aka degan aka usta akamizni uyiga olib keldik. Figurali fasonda chiroyli chiqdi, lekin kunchi sal u yoq yiltillab qolyapti. Xo'p, bunimiz razmeri romimiz 1.30 ga 1.65, eshiklari 1.10 ga 2.30 lik. Bunisi katta rom 1.70 ga 1.65. Bu eshik ham 1.10 ga 2.30, bir tomoni katta, bir tomoni kichikroq. Ayniga yo'dib bo'lgan. Xo'p, bunimiz endi ayniklari ham germetikалab qilindi. Xo'p, eshigimizni zamogini ham o'ziga moslab qo'ydik. Ochilib yopilishi rezinkalar qo'yilgan. Hop, shpangilet ichiga qo'ydik, orqadan qo'ymadik. Hop, bunimizni puliga keladigan bo'lsak, bularda metr kvadratini 1.200.000 so'mdan olib kelib, o'rnatib tayyor qilib topshirdik. Ikkita eshik, ikkita romimizning puli 11 million so'm bo'ldi. Hop, buni ichida romlarning podakomligi ham bor. Hozir ko'rsatib beraman uni. Derazasini ochib qo'ying. Qolma ochib qo'yindi. Mana ichkaridan olsak qorong'uroq bo'ladi, tashqaridan beraman. Hozir montajni g'ish bostirib qo'ydik. Ocharing derazasini, g'ishni yotkizib qo'ying. Oching. Ana malades, mana podakomliklari ham hozir o'rnatib qo'ydik, plyonkasini chiqarmadik. Kamplak bo'ldi. Xudo xolasa mana qishlar yana kimga kerak bo'lsa, nomerimiz 99 lik 607 69 00 damiz. Yopib yuboring-ku. MDF, akfa, yog'och hammasi bor. Xudo xolasa chiroyli qilib. Arzon ham, qimmatlari ham bor, pul yarashasi ham bor. Kimga qanaqasi ma'qul kelsa qilib beraveramiz. Fasonlarini, ranglarini tanlasanglar, kelishib qilib beramiz. Xudo xolasa mana shu yerga ham endi keyin safar akfa qilamiz deyapmiz. Nariga eshik romlari ham bor ekan. Xudo xolasa bu ishimizni o'rnatib endi mahallaga bir reklama bo'ladi deb ustodam ekan. Ko'ndagidek chiqdi, rahmat aytib, xudo xolasa ishimiz yoqdi. Nasib bo'lsa, xudo xolasa bu yerga ham hali ko'p ish olib kelamiz, syomkalarni qo'yamiz. Xizmat bo'lsa aloqa chiqarasizlar, salomat bo'linglar.